Hamma bitcoinni oltin bilan solishtiradi. Lekin agar hissiyotni chetkiga surib turib, raqamlar bilan hisoblasak, manzara juda ham qiziq bo'ladi. Bugungi kunda oltin bozori kapitalizatsiyasi taxminan 23 trillion dollar atrofida. Bu degani jami 216 ming tonna oltin va uni har biri taxminan 4 ming dollar atrofida, ya'ni har bir unsiyasi. Bitcoinning umumiy bozor qiymati hozirgi kunda 2 trillion dollar, ya'ni u hali ham oltin bozorining 10% ga ham yetmagan. Jami 21 millionta bitcoin bor. Lekin hozir aylanishdagi haqiqiy miqdor taxminan 17 million atrofida. Nimaga? Chunki 3-4 million bitcoin abadiy yo'qolgan. Parollari unutilgan, uskunalar yo'qolgan, kalitlar topilmagan va hokazo. Ana endi matematika. Agar bitcoinning kapitalizatsiyasi oltinniki kabi 23 trillionga yetsa, bu degani bitta bitcoin narxi taxminan 1 million 200 ming dollar atrofida bo'lishi kerak. Agar faqat real aylanishdagi 17 millionta bitcoin hisoblansa, unda bitta bitcoin narxi salkam 1,5 million dollar atrofida bo'lishi kerak. Demak, hozirgi 108 ming dollar atrofida turgan bitcoin narxi oltin darajasigacha chiqishi uchun kapitalizatsiya bo'yicha 12-13 barobar o'sish degani. Shuning uchun bitcoin yangi oltin degan gap bu shunchaki shior emas, bu raqamlarda hisoblangan real ssenariy. Agar dunyo raqamli aktivlarga ishonsa, fiat pullar esa qadrini yo'qotaversa, 1 millionli bitcoin bu haqiqiy ehtimol bo'lishi mumkin. Savol faqat bitta. Dunyo qachon raqamli oltin uchun $1 million to'lashga tayyor bo'ladi?